Niyat qiling chiqanimi? Farina bilan tezroq to'yingiz bo'lsin. Tavba qildim. Hamma joyda shu-ku. Kecha chiroyli. Aytadiku 3 marta yer berdi urdiydi-ku ayslar. Voy, qandaysiz o'zingiz? Nizar. Kayfiyatlar? Yaxshi. Lekin men sizga rahmim keldi. Nimaga? Mana universitet ichida ekan-ku yotoqxona ham. Ko'chani ko'ra olmayapsizlar. Institutimizda yaxshi. Yotoqxona ham yaxshi. Qarang, mana ko'chaga chiqsangiz, baland binolar bor, go'zal manzarali joylar bor. Bilasizmi? Endi bilaman, o'qishni bitiraylik-chi. Hayot majbur qilyapti shu yoshda. Shuda endi kun tartibi. Lekin o'zingiz aybdorsiz. Nimaga? Shu hayotda o'zim tanlaganman. Sizni hech kim o'qidi majburlamadi. O'zim xohlaganman. To'g'ri. O'zim xohlaganman. Uydagilar aytdi, qizim erga berib yuborib qolaylik, dois. Yo'q, men o'qiyman, karyera qilaman deysiz. Mana chidang endi. Nima aytgan o'qi deb. Uydagilaringiz erga beramiz deyishdi sizni. Yo'q.